Dunyoda eng katta yirik iste'molchi mamlakat Amerika Qo'shma Shtatlar. Aholisi 300 million bo'lishiga qaramasdan, ularning iste'mol qilayotgan tovarlarning mana bu iste'mol xarajatlari Xitoy va Hindistondan yuqori. Bu degani bitta odam Xitoy va Hindistondagi aholidan 5 barobar kichkina bo'lsa, demak 5 ta odamning yeydigan narsasini yeydi. Yeydi deganimiz iste'mol qiladi, kiyinadi va hokazo. Amerika Qo'shma Shtatlarining hamma davlatlarda harbiy bazalari bo'lsa, hammasi ochib berdi, marhamat. Janob Tramp bizni bazalardan foydalanib Eronga hujum qilavering dedi. Bitta Ispaniya aytdi, yo'q, mening bazamdan Eronga hujum qilish maqsadida foydalanmaysan. Mening bazam Eronga hujum qilish ishlatmaysan dedi. O'sha Tramp nima dedi? Senga sanksiya qo'yaman, bojlar oshiraman. Nega Tramp xuddi shunaqa narsani juda ko'p mamlakatga aytadi? Chunki deyarli hamma rivojlanayotgan mamlakatning, ayniqsa rivojlangan yuqori darajadagi mamlakatlarning asosiy xaridori AQSh. AQSh aholisi juda chetdan ko'p narsa oladi. Shuning uchun aytadi, xohlagan mamlakat Xitoyga qaramay aytadi, senga bojlarni oshiraman deb. O'zi bittagina AQShga sotmasa sotmabdi deyishingiz mumkin, qolgan mamlakat ko'p deyishingiz mumkin. Lekin eng yirik, eng yuqori qiymatli mahsulotlar AQSh aholisi oladi. Nordic University ta'limda mukammallik sari. Xo'p, Adam Smith aytardiki, birinchi, bozor iqtisodiyoti erkin bo'lsin derdi. Ikkinchi masala aytardiki, bu Adam Smith hamma narsani imkon qadar taklifni rivojlantirish kerak derdi. Ya'ni hamma qo'lidan kelgan narsani ishlab chiqarsin. Endi keladi, u aytadiki, birinchidan erkinlik cheklanishi kerak deydi. Davlat aralashuv bo'lishi kerak deydi. Ikkinchidan aytadi, talabni rivojlantirishimiz kerak biz deydi. Talabni rivojlantirsak, avtomatik tarzda taklif paydo bo'ladi dedi. Misol uchun kimdir qornim och desa, unga ovqat yetkazib berish topiladi. Iste'molda ham bu ikkalasining fikri bor. Misol uchun klassik maktab vakillari aytadiki, jamg'arish hajmi foiz stavkasining funksiyasi. Markaziy bankning asosiy stavkasi bor, o'sha stavkaga bog'liq deydi. Qanchalik siz asosiy stavka past bo'lsa, siz shuncha jamg'arasiz deydi. Asosiy stavka yuqori bo'lsa, jamg'armaysiz deydi. Chunki pul kam bo'ladi. Xo'p, keyin aytadiki, uy xo'jaliklarining iste'mol va jamg'arish hajmini belgilovchi asosiy omil ularning ishlab chiqarishda ishtirok etishdan olingan daromadlari deydi. Ya'ni asosiy faoliyatdagi topayotgan puliga bog'liq deydi. O'sha puliga qarab jamg'arish bo'ladi. Keyingi topilgan pullar ahamiyatsiz bo'ladi ular deydi. Ularda asosan iste'mol qilmaydi. Ularni misol uchun qayergadir investitsiya qilib qo'yishi mumkin deydi. Misol uchun mana ko'pchilik gap o'ynaydi, chorniy kassa o'ynaydi, to'g'rimi? O'shani pulini iste'mol qilaveradimi? Odat. Yo'q, nima qiladi? Evaziga deydi, pul yig'ib bitta mashina oladi yoki misol uchun uyga boshlang'ich to'lov qiladi. Yoki bitta biznesga yo'naltiradi. Ya'ni iste'mol qilmaydi-da uni odatda. Ular o'sha yuqorida aytganimizdek keyingi tarzdagi daromadlar. Keyingisi davlat jamg'armalari bor. Davlat jamg'armalari hozir bizda unchalik ishlamayapti, lekin dunyo amaliyotida ko'p ishlaydi bu. Rivojlangan mamlakatlarda, ya'ni aholi davlatning obligatsiyalarini sotib oladi. Qanaqa qog'oz desa, xuddi men sizga tilxat yozib beraman. Men Chinnibekovadan 1 million qarzman deb tilxat yozib beraman, u menga 1 million beradi. Buni qo'lda o'sha 1 millionlik obligatsiya bo'ladi. Faqat endi uni davlat chiqaradi. Bu narsa bizda ham bo'lgan, mustaqillik ilk yillarda bu obligatsiya yoki zaym ham deb ataladi. Ya'ni davlat budjeti bo'shab qoladigan bo'lsa, nima deydi davlat? Aholiga murojaat bilan chiqadi. Bizning budjetimizda yetishmovchilik, defitsit bor. Yaponiya, Koreya mamlakatlari kinolarini ko'rgan bo'lsangiz, ularda o'sha urushdan keyingi tiklanishiga o'sha narsa sabab bo'lgan. Odamlar bor tillasini, bor pulini davlatga olib kelib bergan. Iqtisodiyotga ishlating, aylantiring, muhim mamlakatimiz rivojlansin deb. Bizda mustaqillik yillarida ilk bor bo'lgan, xuddi shunaqa zaymlardan sotib olishgan, lekin afsuski bu yuqori naf bermagan. Nega? Chunki vaqt o'tib o'sha pulning inflyatsiyasi yuqori bo'lib ketganda, siz katta uyingizni sotib bergan pulingiz sizga keyin o'sha pulni necha yildan keyin olsangiz, unga bitta mashina ham bermayapti. Ya'ni inflyatsiya kuchayish natijasida. O'sha payti kredit olganlarga zo'r bo'lgan lekin. Kredit olib uy olgan, keyin qaytarayotganda bitta televizor pulini to'lab qutulib olgan. Misol uchun, har yili oktyabr, noyabr oylarida nima qabul qilinadi? Davlat budjet kodeksi. Avvallari har yillik budjet kodeksini faqat Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Senat tasdiqlab o'tib ketardi. Hozirgi zamonda oktyabr, noyabr oylarida bu ovozga qo'yiladi saytga. regulation.gov.uz ga qo'yiladi va u yerda siz ovoz berasiz. Bu degani 2025-yilda qo'yilgan bu yilgi xarajat va daromadlar. 2026-yilda davlat qayerlardan qanaqa tushumlari bor va qanaqa xarajatlari bor, chiqimlari bor. Shu bo'yicha takliflar beradi. Misol uchun ko'pincha blogerlar, boshqa yozib qolgan jurnalistlar e'tibor bergan bo'lsanglar, kelasi yil oktyabrda oyligiga oshar ekan deydi. U ma'lumotni qayerdan oladi? Osmondan olmaydi. O'sha budjet kodeksida butun yil davomidagi mamlakat davlat sohasida ishlaydiganlarning oyliklarigacha beriladi. 1 yilda qancha oylik olish va taxminiy 1 yilda qancha daromad olish ham beriladi. O'shanga qarab turib budjet kodeksi qabul qilinadi. Va o'sha dekabr boshida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi uni ko'rib chiqadi budjet kodeksini, qaysi sohaga qancha xarajat, qanaqadir farqlar bo'lsa tuzatadi. Undan keyin Senat ovoz berib ma'qullaydi va undan keyin prezident imzolaydi va kuchga kiradi. Ba'zan budjet taqchil bo'ladi. Bu ba'zan emas, ko'pincha.
bizning mamlakatimizda xususan bir necha yillardan beri budjet tanqis, defitsit. Xo'p, endi bu yaxshimi, yomonmi degan savol tug'iladi. Budjet tanqisligi nima uchun bo'ladi? Budjet tanqisligi bu mamlakatda xarajat ko'pligi. Agar o'sha qilinayotgan xarajat to'g'ri yo'llarga ishlatilayotgan bo'lsa, to'g'ri sohalarga yo'naltirilayotgan bo'lsa yomon emas. Chunki rivojlanayotgan paytda nima qilasiz? Stanok, zavod, yo'l qurish ham turibdi bir vaqt o'zida. Ikkinchi vaqtda o'zi odamlar ish bilan ta'minlaydigan, ularga iste'mol tovarlari ham turibdi, ikkalasi ham. Shuning uchun rivojlanayotgan mamlakatlar defitsitda bo'ladi odatda. Rivojlangan, yuksak darajaga erishib, endi ko'priklar deyarli qurilib bo'lgan, hamma joyda yo'llar qurilib bo'lgan, infratuzilma shakllanib bo'lgan, endi faqat nazorat qiladigan funksiyaga o'tgan mamlakatlarda, lekin defitsit odatda bo'lmaydi. Shuning uchun defitsit degani bu salbiy narsa emas, faqat farqi u o'sha o'rtadagi xarajat to'g'ri samarali yo'lga ishlatilsa bo'ldi. Xo'p, endi iste'mol va jamg'arma funksiyalarining egri chiziqlariga to'xtalamiz. Bularga nimalar misol keltirsak bo'ladi. Mana bu qarzga yashash funksiyasi. Mana iste'molingiz tobora oshib boryapti. Lekin sizdagi daromadingiz esa sekin oshyapti. Qo'polroq tushuntirsak, geometrik progressiv bo'yicha o'syapti. Daromadimiz esa arifmetik progressiv. Shuning uchun bu holatda endi bizning deganda bizning emas, qaysidir insonlarga va natijada qarzga yashash bo'ladi. Mana bu holatdan oshgan qismi qarz bo'ladi, mana bu qismi. O'sha qismi qarz. Bu iste'mol formulasi. Keyingisi aksincha bo'lishi ham mumkin ba'zi holatlarda. Sizning daromadingiz ko'proq oshishi mumkin. Demak, xarajatingiz o'zgarmasligi mumkin. Va bu holatda sizda mana bu narsa nima bo'ladi? Jamg'arma bo'ladi. Sizda pul ortib qoldi. Iste'molingiz bilan daromadingiz va xarajatingiz o'rtasida pul ortib qoldi. Shu holatda demak sizda ikki xil variant bo'lishi mumkin. Qarzga yashashingiz mumkin yoki ortiqcha pulingiz bo'lib jamg'arishi mumkin. Boyaga gapga ham qaytamiz. Nega yalpi talab rivojlantirish kerak desa, odamlar xarajat qilib turgani yaxshi iqtisodiyot uchun. Pul qanchalik tez aylansa, ya'ni qayerdadir kimdir yostig'ida bosilib turmasa, kimdir seyfida qulflanib turmasa, iqtisodiyot shuncha rivojlanadi dedik. Pul har aylanganda nimadir qo'shilgan qiymat yaratadi, nimadir ishlab chiqarishga sarflanadi, xomashyo sotib olinadi, sotib olingan xomashyodan yarim tayyor mahsulot keyinchalik tovar shakliga keladi. Shuning uchun buni gaplashgandik. Iste'mol omillariga nimalar ta'sir ko'rsatadi? Birinchisi, uy xo'jaliklari daromadi. Daromadingiz qancha ko'p bo'lsa, iste'molingiz shuncha ko'p bo'ladi. Uy xo'jaliklari boyligingiz ko'p bo'lsa ham iste'molingiz ko'p bo'ladi. Narxlar qimmat bo'lsa, iste'mol kamayadi. Narxlar past bo'lsa, iste'mol ko'payadi. Inflyatsiya kutilishi degani qarang. Ayni vaqtdagi emas, kelajakdagi inflyatsiya. Kelajakda narx oshadi desa, siz iste'molingiz qanaqa bo'ladi hozir? Ko'payadi. Avvaliga ko'proq deysiz, arzon payti deysiz. To'g'rimi? Qimmat bo'lib ketmasdan. Iste'molchi qarzlari ko'p bo'lsa, iste'mol kamayadi. Chunki topgan pul birinchi o'rinda kreditlarga, bo'lib to'lashlarga va hokazolarga ketib qoladi va iste'mol kamayib ketadi. Soliq darajasi yuqori bo'lsa, iste'mol kamayadi. Soliq darajasi past bo'lsa, iste'mol ko'payadi. Makroiqtisodiy siyosatga va bank tizimiga ishonch yuqori bo'lsa, demak mamlakat iqtisodiy jihatdan to'g'ri yo'lda barqaror ketyapti degan. Yo'q, aksincha bilib bo'ladimi kelajakda deb turib o'ziga yig'ib boshlasa, demak bu hukumatga, umuman tizimga ishonch yo'qligini bildiradi. Sizlarda bo'lsa, Covid payti nafaqat O'zbekistonda, ayniqsa bizda hali ham unchalik bilmayman, rivojlangan mamlakatlarda internetlarga chiqdi, ko'rdinglar, do'kondagi narsalar supurib olib ketishdi. Nechidir kun karantin bo'lar ekan, nechidir oy, bir yil ko'chaga chiqmas ekanmiz, bir yillik tuzlar, bir yillik shakarlar yig'ib olish holati bo'ldi. Bu yerda aynan hukumatga ishonchsizlik emas, umumiy kelajakka ishonchsizlik paydo bo'lib qoldi o'sha payt. Nordic University. Ta'limda mukammallik sari. 42% kreditlar bor, to'g'rimi? Endi men ko'rganim 45%liklar bor. 42-45 bo'lishiga sabab mana shu pullarning aksariyat emas, katta qismi qaytmay qoladi. Shunaqa endi hamma emas, u guruch kurmaksiz bo'lmaydigandek, ayrim insonlar u bankdan kredit oldi, yeb qo'ydi, bu bankdan kredit olib buni yopdi yoki chala yopdi va hokazo hamma joydan kredit olib tashladi. Lekin to'lov qobiliyati yo'q. Nomida hech narsa yo'q. Uni misol uchun nima qiladi bank? Hech narsa qila olmaydi. Bank o'sha pulga kuyadi, duo qiladi, roziman deydi, xayriya deydi. Boshqa nima deydi? Bu davlatning mablag'i bo'lib turib, biroq maqsadli bo'lsa, unda jinoiy va ma'muriy jinoiy javobgarlikka tortish mumkin. Siz uy olaman deb boshqa narsa ishlatib olgan bo'lsangiz, u boshqa masala. Lekin oddiy maqsadsiz mikroqarz olgan bo'lsangiz, siz hech narsa qilolmaydi. Sudga beradi. Sud aytadi, Chinnibek va Ruxshona qachon qo'pollikni kuchayib ketsa qaytaradi pulingni deydi. Nima deydi boshqa? Chunki resurs imkoniyati yo'q. Shuning uchun bular mana bu foizni baland qo'radi banklar. Kimlardir qaytarmayotgan evaziga qaytarayotgan insofli odamlardan o'sha pullarni yig'ib oladi. Endi mana bu stavkaga qaytamiz. Nega ipoteka krediti qimmat? Bu asosiy stavka inflyatsiyani nazorat qiladigan narsa bu. Chunki sizda bo'lsa gaplashgandik, inflyatsiya o'zi asosan tovar xizmatlar bilan nima? Pul massasi teng bo'lishi kerak. Ikkalasi teng bo'lsa muvozanat bo'ladi. Qachon tovar xizmat hajmi, pul hajmidan oshsa, o'z-o'zidan inflyatsiya kamayadi yoki aksincha deflyatsiya bo'ladi. Biz aytayotgan mamlakatlar, rivojlangan mamlakatlarda tovar xizmat hajmi o'sishi juda kuchli. Shuning uchun ular mana bu stavkani 2% qilib qo'ysa ham
inflyatsiya bo'lib ketmaydi. 1% qo'ysang inflyatsiya bo'lib ketmaydi. Chunki ularda tovar va xizmatlar o'sish darajasi yuqori. Bu stavka 9% bo'lgan davrlari ham bor. Lekin hozirda nega 14 ga ko'tarilib ketdi? Chunki 9 bo'lgan davr ham bor, 16 bo'lgan davr ham bor, ko'tarilgan payt ham bor. Nega 14 desa, hozirda 14 yaxshi variantda turibdi. Nega yaxshi variant turibdi? Chunki bizda keyingi yillar yalpi ichki mahsulot o'sishimiz qanday? Yaxshimi yomonmi? Avvalgi davrlarga qaraganda yaxshi, chunki tadbirkorlik keskin oshib ketdi, to'g'rimi? Oxirgi 10 yilda. Deyarli hozir hamma nimadir tadbirkorligi bor. Ko'changizda, ayni o'zingizda bo'lsa, qo'shningizda boshqada. Avvallari tadbirkorlik keskin darajada kam edi. Shuning uchun ular u payti nima bilan ushlardi? Stavka bilan ushlardi. Ikkinchi variant pul bosib chiqarish, kamaytirish bilan ushlardi inflyatsiyani. Keyingi davrlardagi inflyatsiyaning asosiy sababi pul massasida emas. Bizda mana pul tezroq aylanyapti avvalgi davrga qaraganda. Chunki hamma joyda karta bor, boshqa bor. Shunda borasiz, nimadir sotib olasiz, karta aylantirasiz, u счетga tushadi, u nimadir sotib oladi va hokazo va hokazo va hokazo. Iqtisodiyotda tezlashgan avvalgidan ancha. O'zi shunaqa bo'lishi kerak. Xalqiy iqtisodiyotlarda shunaqa bo'lishi kerak. Dunyo bo'yicha bundan ham tez. Mana bu pul aylanishidan ko'ra yalpi ichki mahsulot ko'proq o'ssa, bizda inflyatsiya kam bo'ladi. Inflyatsiya kamaygan sayin mana bu stavkani tushirib boraveramiz. Shu kunlarga kelamiz. Asosiy stavkaning past bo'lishi inflyatsiya past bo'lishiga bog'liq. Inflyatsiya past bo'lsa tushiradi. Hozir mana shu 13 qilsa inflyatsiya oshib ketadi. 15 qilsa inflyatsiya tushadi, lekin mana pul aylanish tezligi sekinlashib ketib qoladi. Ishlab chiqarish kamayib ketadi, kredit olishdan yanada voz kechishni boshlaydi odamlar shunaqa. Endi qachon muvozanat nuqtasiga keladi desa, qachonki daromadingiz xarajatingizga teng bo'lsa. O'zi rivojlanayotgan mamlakatlar deyarli har doim desak ham bo'ladi. Deyarli har doim defitsitda yashaydi. Defitsit degani xarajat bu daromaddan ko'p bo'ladi. Natijada tabiiy boyliklar sotiladi, misol uchun oltin, gaz va hokazo. Boshqa mamlakatlarda ham qanaqadir qarz olinadi defitsit yopish uchun chetdan. Bu rivojlanayotgan mamlakatlarga xos holat. Ya'ni o'rtadagi farq topish kerak. Siz tasavvur qiling, 10 ming topyapsiz, 10 million topyapsiz, 11 million xarajat qilyapsiz. 1 million qayerdan olgan bo'lishingiz kerak-ku, osmondan tushib qolmaydik, to'g'rimi? Yo o'zingizda bor nimadir sotgansiz, eski telefonni sotib olgan bo'lasiz, yoki birovdan qarz olib turasiz 1 million. Xuddi shunday davlatniki ham shunaqa. Nordic University. Ta'limda mukammallik sari.